Do'stlar, siz bilan biz kutgan modelimiz keldi. Dongfeng Epi 008. Qidirgan do'stlarga srochin jo'natib qo'yamiz. Bu mashina haqida mendanda ko'p ma'lumotlar sizda bor. Bilaman hoji aka. Bosib oladigan joy. Bu 5 turbina kapot ostida siz uchun xizmatga shay turibdi do'stlar. Undan tashqari 360 kamera, panorama tom, sleepoy zona, oldi tomondan keladigan bo'lsak, monoled farlar bilan jihozlangan. Eng so'nggi texnologiya bo'yicha ishlangan ushbu avtomobilimiz Dongfeng Epi 008 do'stlar. Hozir kunda Li 7, Li 9 dan o'rniga bemalol bosib olsanglar bo'ladi. Uzoq yo'lga deysizmi? To'y hasham, oilaviy semiyni minishga bundan zo'rini topa olmaysiz javob. Bu modelni olamiz deb, pul bilan kelib ololmay ketgan akalarga dasturchini jo'natib qo'yamiz xabarni. Bugun keldi. Soni juda ham kam do'stlar. Pul bilan kelib ololmay ketgan akalarga dasturchini jo'natib qo'yamiz. Bu haqida ma'lumotlarni berib o'tirishimiz shart emas. Hammaga mashhur bo'lgan o'zi Li 7, Li 9 dan o'rniga bosib oladigan joy ekan.